Assalomu alaykum. Biz bekorga Qo'qonga kelmadik, chunki Qo'qon shahri o'zbek futbolini vatani hisoblanadi. Ayni Qo'qon shahridan o'zbek futboliga birinchi tamal toshi qo'yilgan birinchi O'zbekistondagi komanda va uning nomi Muz komanda deb atalgan, to'g'rimi? Chunki musulmonlar komandasi deb bizga o'sha Chor Rossiyadan kirib kelganlar bizga qarshi o'ynagan, hammasini enasini Qo'qondan ko'rsatganimizdan keyin keldi biz boshqa qo'qonliklar bilan o'ynamaymiz deb arazlab olishgan. Lekin shunga qaramasdan biz baribir futbol o'ynashda davom etdik va biz hozir jahon chempionatidamiz. Bir paytlar biz tahrirlaganlar esa jahon chempionatining hidini ham hidlayotgani yo'q. Gap yo'q. Ana YouTube'imizning 5-qismini mana Qo'qondan boshlab Xudo xolasa Sirdaryoga ketamiz, shetdan boshlaymiz. Okalarga jinnisi bo'ladi, kuzatib turinglar. O'sha gap podдержка qilish uchun bitta like, kommentar kutib qolaman. Kuzatinglar. Yorvorishini mana endi boshlanyapti. Ketdi biza. Kam o'chir, yoqmayapsan, behozir. Okey. To'xtatsak to'xtata qoling. To'xtatamiz, uka, bu bo'lmaydi. Har xil negativlar yozyapti. Ya'ni gadoymisanlar, nimadirlar deb. Qalamchilamaysanlar, Amerikaga kelishga. Hey, bitta mashinaga eng kamida 50 ming dollardan, ikkita mashinaga 100 ming dollar pul ketadi Amerikaga bor. O'zi odamlar og'irsini bilmay turib, har xil gaplar gapirib tashyapti. Bizani motivatsiyamizni tushib ketyapti-da. Instagramga oz post olamizki. Bo'ldi-da, mana shu telefon bo'yicha Instagramda aytamiz. Nima qilish? Xudo xolasa. Okalar bizni Qo'qonda vaqtimizni vashi ishoninglar, tochkalar bilan yurimiz. Shoshilib okalarga ancha ishlarni bitirib yubordi Abdurahmon aka. Asosiy maqsadimiz mashinaga servis ko'rsatib oldik-da, Toshkentda bo'lmagan narsamizni ulgurishib oldik Qo'qonda. Xuddi shunaqa qaranglar. Mana Magikar dominant qo'yda turib oldi, chunki o'g'rilar juda ham ko'pda Yevropada. Mana shu dominant ogohlantiradi. И самый главныйsi Liki Moli moy ham quydirib oldi mashinaga. Chunki moy spet xumudi Toshkentda quydirishga. O'shanga shoshilib yuramiz. Hozir qayerga ketamiz aka? Hozir Lisa Parkka menga uyimni kalitini berishmoqchi. Seriozmi? O, tabriklayman aka. Uyimni kaliti bitibdi berishmoqchi. Uyni padark qilishayotgan joyda biz ancha ishlarni bitirib yuribmiz. Ayt mana. Короче, Xudo xolasa yo'llarimiz bexatar bo'lsin. Mana Rossiyada ham уже nimadirlar deyapti. Biz Sirdaryoga yo'lga chiqib ketyapmiz, qaranglar, yomg'irli. Yo'lni ko'ryapsan, yo'lni. Uncha bunchasida bunaqangi yomg'ir ko'rmaganman. Mana stiklachistитель zo'rg'a ulguryapti. Lekin ishoninglar, bunaqasini men endi ko'rishim konkretniy jala quyapti. Lekin biz Sirdaryoda o'zi bugun bo'lishimiz kerak edi. Prognoz yomg'ir borligi uchun Sirdaryoga bormadik. Nimaga? Chunki biz Sirdaryoga borganda yangi turizm lokatsiyasi, ya'ni aviaturizmga boryapmiz. Kelasiz, samolyotga o'tirasiz, sizni shunaqa chotga bir aylantirib, olib kelib o'tirgizib qo'yadi. Nyu-Yorklarda bor-ku, xuddi o'shanga o'xshab. Xudo xolasa Sirdaryoda samolyotda jinnis kutyapti. Yo'lni ko'ryapsan, yo'lni. Voydot. Qaramaysiz. Qoran ochib ketdi. Sirdaryoga ketyapti yo'limizda. Tansaqa oshxona bor ekan. Endi ovqatni yomonlashmas, go'sht sal anaqa bor, chaynalmagan go'sht ekan. Yo'q, mana aka salfetkan ichiga o'rab qo'yganlar aka. Yumshoqman. Bir xillari qattiq olgan. Bucha qara. Mol go'shti bilan qo'y go'shti aralashganda, qo'y go'shti yumshoq. Yo'q, bizni faqat qo'y go'shti etdi aka, biroz so'radi. Mol qo'y aralashtirdi. Ha, yo'q. Kam negativ bo'lmaydi. Boshqa negativ bo'lmaydi. Bo'ldi, lekin ovqat zo'r ekan. Shunaqa, hozir yomonlatuvdilar. Lekin anaqa sizlarga maslahatim. Tez yeli maligan so'raylar. Ya. O'sha yo'llarda o'qib qolasizlar, safarlarda o'sha bilib biladigan joyga kiringlar. Riskovat qilish to'g'risi maslahat bermayman. Hozir sho'ra kelyapti, endi bilmadim qanaqa bo'lar sho'ra. Sizlarda ham shunaqami? Bizni Sirdaryoda mana gostinsa topib, mana shu joyda qoladigan bo'ldi. Chexra degan. Chexra. Qani bitta obzor qilaylik-chi aka. Sizlarning ham xonalar shunaqami? Mana shunaqa katta aka. Qoyil Sirdaryo, Guliston. Gap yo'q lekin.
Mayli aka, yaxshi dam oling. Ertaga soat 8:30da uyg'otaman. Ja, 8:30 emas. 8:30. 10 gacha qiling, jigar. Yo, 10da o'sha yerda bo'lishimiz kerak уже biz. 9 da turar ekanmiz, Mana aka. tushib ketadiganmiz. Короче, mana shunaqa kottejli ekan-da bular. Hozir sizlarga ichkarini ham bitta obzor qilib beraman. Biratan shu joylashyaptilar. Qani. Bismillah mana. Svetlari hattan yonadi. Katta hol bu. И mana bu yoqda tako xonasi. Shampurni oldingmi? Yo'q, hattan menga yetmaydi. Doktor, men senga berdim o shampurni. Ertalab yo'q, men keyin olib chiqib sizga berdim anaqa karavatingizni. Mana shunaqa shampun tanlashyapmiz. Короче, mana shunaqa joyda bugun yotib qolar ekanmiz. Okalar. Uje mana 5-qism tugadi. Dolasi 6-qism ertaga Sirdaryoda boshlanadi. Samolyotlarda uchar ekanmiz. O'sha jinnisi bo'ladi, kuzatib turinglar. O'sha gap like bosinglar, kommentariy qoldirib tashinglar. Xudo xolasa yoramiz. Hammaga rahmat.